Allo, assalomu Merhaba. alaykum. Aleyküm assalom. Yaxshimisiz, sog' salomatmisiz? Rahmat, o'z tinchmisiz? Allohga shukr. Karima Yaxshi. onajon bilan to'g'ri bo'landimi? Ha? Karima onajon bilan to'g'ri bo'landimi? Ha, hamma. Salomat bo'ling. Qarshi olgan bugungi tongingiz, kuningiz yangi yilning birinchi kuni muborak bo'lsin. Ilohim yuzingizdan aslo tabassum arimasin. Ayni daqiqalarda sizga dil izhorim loyihasidan qo'ng'iroq qilyapman. Loyiha boshlovchisi bilan suhbatlashyapsiz. Kayfiyatlaring dil izhorim loyihasidan ushbu loyiha boshlovchisi bo'laman. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadimmi sizni erta tongdan? Yo'q, bemalol rahmat, baraka toping. Boringlarga shukr. Ayyomingizga ham boring bo'lsin. Minnatdorman. Tinch bo'lsin, yurtimiz tinch, sarimiz sog', imonimiz salomat bo'lsin. Shunaqa yurtda o'ylab kun yurish hammamizga ham nasib aylasin. Rahmat, dil izhoringiz uchun. Ilohim. Baraka toping, boringizga shukr. Minnatdorman samimiy tilaklar uchun. Va albatta bugungi shukrona kuningiz, shodiyona kuningiz ham muborak bo'lsin. Ilohim qarshi olgan yoshingizga yoshlar qo'shilsin. Sog'lik, salomatlik, baxt, saodat tilayman. Allohimning panohida bo'lib, nimaiki o'ylagan orzu, niyatlaringiz, istaklaringiz bo'lsa barchasiga erishib bering. Umringizga, rizqingizga Allohim barokatlar ato etsin. Amin. Amin. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Xo'p, rahmat. Tashakkur. Sizni tabriklab, go'zal tilaklar, dil izhorlar ila loyihamizga siz uchun aziz va qadrli bo'lgan yaqinlaringizdan tabriknomalar kelgan. Nima deb o'ylaysiz, biz orqali sizni kim tabriklayotgan bo'lishlari mumkin? Hozirmi? Mana sizdan oldim tabrikni. Xudo xolasa buyog'i bardavomlik qamdoshlarim ko'p, o'quvchilarim bor. Kechqurun soat 1dan 12dan keyin boshlashgan tabriklashni. O'quvchilarim, qardoshlarim, jigarlarim, jonijigarlarim, o'rtoqlarim ko'p, davlat ishida ishlayman, ishxonam deyilib tabriklashyapti. Aynan shu odamni eshitishimizda ham qiyin to'g'risi. Albatta. Doimo mana shunday yaqinlar ardog'ida e'tiborida bo'ling, hurmat izzatda bo'ling. Va unday bo'lsa sizga o'zim yetkazaman tabriklarni. O'g'lingiz Temurbek aka, keliningiz Irodaxon opa, nevaralaringiz Nasibaxon, Umidaxon nomlaridan qabul qilasiz. Rahmat, baraka toping. Ularni ham tanijoni sog' bo'lsin, imonligi salomat bo'lsin. Allohimdan aytsin, karam qilib bergan farzandlar va rohatini ko'rib yurmak barchamizga